Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun 18-may haftaning dushanba kuni. Sankt-Peterburg Astraxan yo'nalishi bo'yicha passajirlarimiz granitsaga xudo xolasa borib keladilar. Mana registratsiya jarayonlari davom etmoqda hali. Mana ularimiz o'tib qolishdilar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar aziz vatandoshlar. Mana hozir endi zalajlarga bu yoqqa o'tib ketishadilar. Assalomu alaykum akajonlar, xush kelibsiz avvalambor. Qani biletlar ishonchli ekan? Tavsiya qilasizmi aka? Qani onlayn tarzda olvedingiz a? Taksi akalarimiz nomerlari berilganmi? Mana hozir aeroportda siz bilan uchrashib turibmiz. Mana hozir biletlarni oldingiz. Xudoolasa o'tib ketasiz. Sir bo'lmasa qayerga uchasiz endi? Bir og'iz o'zingiz ham Astraxanga uchaman. Через Astraxan granitsaga borib kelasiz. Mana akamiz ham ketyaptilar. Aka bu yoqqa bir qarab olsangiz endi. Videoga tushishga o'zi bosh tortasiz, bilamiz endi. Akamiz kelayaptilar. Birinchi marta bilet olishingiz emas, ha? Anchadan beri ko'rib, kuzatib olib kelyapsiz. Ishonchli akajon, tavsiya qilasizmi? Sizlar bilan spetsialni bir video sazovat qilayotgan joyimiz yo'q, ha? Bor vaziyatda aytib o'tamiz. Bugun xudoolasa mana ketyapsiz granitsaga. Gapi, tavsiya qilasizlar, aka? Salomat bo'linglar. Yaxshi e'tiboringiz. Aziz vatandoshlar, aloqaga chiqib olasizlar. Videoning ostida nimalarimiz ko'rsatilgan bo'ladi.